Har kuni oynaga ishga ketishdan oldin bir marta bo'lsa ham qaraysiz. Kun sayin esa sochingiz siyraklashib borayotganini va old chiziq chegarangiz esa orqaga surilib borayotganiga guvoh bo'lasiz. Bu holat siz uchun ham tanishmi? Unday bo'lsa keling, ushbu qisqa videoda aynan soch to'kilish sabablari va ularning eng samarali yechimlaridan biriga to'xtalib o'tsak. Soch to'kilishi keng tarqalgan holat bo'lib, bu erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi. Aslida 50 yoshgacha erkaklarning taxminan 50% va ayollarning 25% dan ortig'ida sezilarli darajada soch siyraklashishi yoki kallik kuzatiladi. Aslida soch to'kilishiga sabab nima? Asosiysi bu androgenetik alopetsiya bo'lib, u nasl suradi va genetik asosga ega. Boshqa ko'p uchraydigan sabablarga stress, gormonal o'zgarishlar, ovqatlanishdagi kamchiliklar yoki autoimmun kasalliklar ham kiradi. Hozirgi vaqtda bu muammo uchun eng samarali yechim soch ko'chirib o'tkazish muolajasi hisoblanadi. Ushbu davolash usuli soch to'kilishiga qarshi uzoq muddatli yechim hisoblanadi. Bunda soch qalinroq bo'lgan joydan, odatda bosh terisining orqa yoki yon tomonlaridan soch folikulalari olib, ularni soch siyraklashgan yoki to'kilgan joylarga ko'chirib o'tkaziladi. Ikkita asosiy usul mavjud. Folikulalarni ajratib olish, alohida folikular bittadan ajratib olinadi va ko'chirib o'tkaziladi. Ikkinchisi folikular birliklarni ko'chirib o'tkazish. Bunda bosh terisining bir qismi olinadi, u yerdan folikulalar ajratiladi va kerakli joyga ko'chirib o'tkaziladi. Hozirgi kunda folikularni alohida ko'chirib o'tkazish keng qo'llanilib kelinmoqda. Soch ko'chirib o'tkazish natijasi zudlik bilan ko'rib bo'lmaydi. To'liq natijani ko'rish uchun ozgina vaqt talab etiladi. Ammo to'g'ri bajarilganda u juda ham tabiiy ko'rinadi va insonni o'ziga bo'lgan ishonchini sezilarli yaxshilaydi. Agar soch ko'chirib o'tkazish haqida o'ylanayotgan bo'lsangiz, dermatolog yoki soch tiklash bo'yicha mutaxassisga, ya'ni trixologga murojaat qiling. Ular sizdagi holatni baholab, eng maqbul davolash usulini tavsiya etadilar. Bu dori-darmonlar qabul qilish, turmush tarzini o'zgartirish yoki soch ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'z ichiga olishi mumkin. Sochlaringizga g'amxo'rlik qilish orqali o'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Sizlar bilan Med 36 jamoasi uchun trixolog dermatolog Alimjanov Jamshid Ahmadjanovich bo'ldi.